odamlarning necha yillardan beri ishlatib kelayotgan yolg'oni fosh etildi. Jinoyat mana shunday boshlangan. Popinjon Lupijonovich o'z hovlisining oldida aylanayotganda bir tanishini ko'rib qoladi. Va unga aytadi: "Voy, osh tayyordi, kiring ha" deydi. Soddagina Sultamat Tamatov unga laqqa ishonib, "Ay, bo'pti endi kiraveramiz-da" deb kiradi. Hali tergovning o'tkiri oldinda. Sultamat Tamatov uyga kirganda laganni ko'radi. Va laganda hech qanaqasiga osh bo'lmaydi. Va mana shunday bo'm-bo'sh turadi. Va Sultamat Tamatov umid bilan oshxonaga chiqib, qozonga qaraganda u yerda ham osh bo'lmaydi. Sultamat Tamatov ana shu yerda shunaqa travma oladida. Shunaqa travma olgan. Popinjon Lupijonovich unga qattiq travma bergan va uning ishonchini suiiste'mol qilgan. Ayblanuvchi shu zahoti qo'lga olindi. Endi so'zimizni Popinjon Lupijonovich va Sultamat Tamatovga bersak. Marhamat qiling. Kiramana o'tir. Popinjon Lupijonovich ko'plab tanishlarini, ko'plab qo'shnilarini kirsangiz bo'lar edi, uyida osh tayyor deb aldagan, hattoki uyida osh bo'lmasa yurib. Yursam keyin shu Sultamat turgan ekan. Sultamat dedim, osh tayyor edi dedim. Keyin menim qaydan bilay o'lib turgan ekan qamoqda. O'zi to'g'risini aytsam, uyimda bitta piyozam yo'q deydi. Qaydan bilay men uni kirib olishini. Shu paytgacha hech kim kirmadi, shu jinni Sultamat kirib oldi keyin. Laqay. Eshitdim, ochib bermadim, o'zi tepib kirdi. Yaxshiyam it otardi, boshda ko'chib kelganda choy qilib bering, osh qilib bering demagan. Biz Alloh uchun qamalib ketardim bu. Tayyor osh bor degansiz. Nimaga? Bo'sh-ku uyda hech qanaqa osh yo'q unda. Nimaga unaqa dedingiz siz? Pulda yetar. Sultamat ismli shaxs qo'shnisining gaplariga ishongan, uyga kirgan, osh yeyish uchun, ammo lekin uyda hech qanday ovqat bo'lmagan. Aldadi. Men mallab yuruvdim sizga aytchik. Aytdim menga osh qilib beraman. Qilib bermadi men. Ustida yozaman. Itotar deydi. Ismi bormi Sultamat degan chiroyli. Uyga kirsam yaxshi tekshiribman. Aka bo'm-bo'sh lagan bilan endi laganni ko'rdim. Hali suzilmagan bo'lsa kerak deb qozonni qazon qozonda ham yo'qdi. Chesni aytsam keyin aka menga tashakkurnoma haliga rahmatnoma bersizlarmi? Ko'zingga loymaydi. Poppin ko'zini yo'q qo'ydirib, ko'zim cho'qni aldab. Devonalarimiz